Bu videoda bize top 3 ta Minecraft klon versiyalarini o'ynab ko'rmaymiz. Ha, bu hazil edi. Ha, to'g'ri, lekin biza Minecraft klon versiyalarini o'ynab ko'rmaymiz. Bo'ldi-da, bu hazil. Albatta videoga like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bu videoda Minecraft klon versiyalarini o'ynab ko'ramiz. Let's go. Esimdan chiqib ketibdi, hammaga salom. A few moments later. Yo bolalar, bizlar birinchi Minecraftimiz esa bu mini Blockcraft 3 ta. Bunga kirib olamiz. Yangi mer qo'shishimiz kerak. Nimadir deyapti, modify delete nima bu narsamiz. Va new world degan joy bor ekan. Bu yerda o'zimizga kerakli narsani tanlab oldik. Playni bosamiz. Let's go. Mana kirdik, let's go. Kutishimiz kerak o'zgina. Mana kirib oldi. Bo'lib nima qilyapti o'zingizga. Bunda tez yugurib olmas ekan. Bu yerda Block World degan o'yin reklamasi chiqdi. Hamma ko'rayotgan bo'lsa kerak. Bu yaxshi ekan, lekin gap yo'q, lekin o'zining sheydir ham bor ekan. Hozir o'zgina survival qilib ko'ramiz. Menga qarochi dim yaxshi emas, lekin o'lasa bo'ladi. Bu yerlarda F5 modi ham bor ekan. Bu Minecraft skinga qaranglar, negr bashar ekan. Negr yuz yo'q, negr basharan. Bu nima o'zi? Bu nima bo'ldi? Bu nima qiladi? Bilmayman, lekin bu nima qilishini negadir menga bu Minecraft qanaqa o'ynaladi hozir. What the fuck, negr. Bu Minecraft menga yoqmadi desam ham bo'ladi. Negr bashar ekan. Unda ikkinchi nima bu? Qushmi bu? Bu Minecraftda qush ham bor ekan. Bu nima? O'zimiz ketyapti negadir. Ha, bu Minecraft menga negadir yoqmadi, obunachilar. Buni bu yerga qo'shish nima bo'ladi? Ha, yo'q. Bo'ladigan bu Minecraft qarochi menga yoqqani yo'q. Unda ikkinchi Minecraftimizga ham o'tamiz. Mana ikkinchi Minecraftimizga ham kirib keldi. Bu Minecraftning ismi Minecraft Blockcraft deyapti. Bunda kutish kerak deb o'ylayman. Hozir kutib turamiz. O'zgina albatta videoga like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Va mana kiryapti. Qanaqadir o'yindan bir narsalar chiqyapti. What the fuck, o'zi nimadir qilyaptimi bu negr bashara? Nima bu Minecraft emas, lekin bu nima? Bu narsalarni qanday o'ylashani tushundim bularni. Okay, nima bo'lyapti bu yerda? Nima bularni qo'yib bo'lmas ekan, negadir qo'yib bo'ladi, lekin bu Minecraft menga unchalik yoqmadi. Buni o'zimga sizlarga ko'rsataman va bu o'yinni ham reklama qilaman. Lekinlar bu hazil edi. Jump degan joy bor ekan, bu sakradi, lekin Minecraftning eski versiyalariga o'xshar ekan, lekin shunaqa bosib tursak negadir hamma narsa sinib ketar ekan yoki bir qayerga qarasanglar bu hamma yer sinib ketyapti. Nima? Bu o'yinning ovozi ham bor ekan. Eshityapsizlarmi? Unda like bosinglar. Bu Minecraft ham menga unchalik yoqmadi, lekin avvalgi Minecraftga o'xshayapti. Shuning uchun menga o'zgina yoqdi. Minecraftdan esa normalroq desam ham bo'laveradi va 3-chi Minecraftimizga ham boshlaymiz. Mana 3-chi Minecraftga ham kelib oldik. Bu yerda Minecraft ekan, hamma bilsa kerak bu Minecraftni. Negr nima deb yozilib turganini ham ko'ra olmayapman, qarochi. Bu yerlarda nima qilishni ham bilmayman. Nasturaga tushunmayman. Yangi dunyo yaratib olamiz. Suriya negr deb yozamiz bu yerga. Negr deb yozamiz. New World. Mana kirib ko'ramiz. Bu narsa quloqlari bunchalik kichkina bo'lmasa kerak, lekin o'ynasa bo'ladi. Bu Minecraftni ko'p Minecrafterlar shu Minecraftni o'ynab ko'p prosmotrlar olyapti. Mana kirib olamiz va bu o'yinni hamma ko'rgan bilish kerak, ko'rgan deyapman.
bu Minecraftni qo'shimchalikda nastroyga kirib olay, uni sizlarga ko'rsataman. Buni ham nastroyga kirib oldik va bu o'yinni o'ziga yarashadigan nastroykasi ham bor ekan. Bu yerda mana F1 shunaqangi narsa bor edi, yangi mana ko'rasizlar. Mana ko'rasizlar. Короче, shunaqa ekan bu Minecraft, yaxshi, lekin mana bu yerda bor ekan, mana bu Minecraft o'ziga o'xshash skin ham bor ekan. Mana bor ekan. Короче, nigir bashar ekan bu ham, lekin o'ynasa bo'ladi bu Minecraftni. O'zim ham oldin o'ynaganman bu Minecraftni, lekin zo'r Minecraft ham desa bo'ladi. Chidasa bo'ladi bu Minecraftga. Mana chotga Minecraft, lekin mana bu Minecraftda shunaqa qilib survivalga kirib olasizlar, lekin bu negadir 1 piksel yoki 2 pikselga o'xshayapti. Bu bloklarga qarang. Lekin bu o'ylasa bo'ladi, avvalgi Minecraftga o'xshaydi, lekin chidasa bo'ladi. Hozir hayvonlarni qo'yib ko'ramiz. Bu yerda cho'chqa bor edi. Cho'chqani kallasidan olmozda ishlabasa bor nigir basharani. Ko'rasizlar. Mana. Amal ko'rayotgan bo'lsa, unda shunaqa o'yinlardan iborat edi. 10 ta like kelsa, shu videoni ikkinchi qismini chiqarishga harakat qilaman. Unda videoga like bosib, unda hammaga xayr.